Mumkinmi? Ha, kiravering. Kiyimlar orasida mana bu sopokcha bor ekan. Hali yangi o'xshayapti-da. Shunga adashib tushib qoldim deb olib kiruvdim. Yo'q, uni musorga tashlab yuboring. Muhammad Ali kiymaydi. O'zimizga olsak maylimi? Ha, bemalol. Voy, eskini nima qilasiz? O'g'limga kiydiraman. Agar xohlasangiz hammasini ham olishingiz mumkin. Faqat mashina ham qo'shib oling iltimos. Voy yo'q, kerak emas. Mana shu yetadi, rahmat. San bu yoqqa kel, polvon. To'xta. Otang nima sani? Musulmon. Bu senga, xo'p? Rahmat. Yangisini olib bering. Katta rahmat. Kel. Rahmat. Nimaga shu bilan pulni berib yubordingiz? Men ertaga o'lsam, nimaga xotiningga qimmat shuba olib bermading deb emas, nimaga qo'l ostingdagilarni holidan xabar olmading deb so'ralaman. Ikkinchidan, sen o'lsang, kafandan boshqa narsani kiyib keta olmaysan. Agar shu ham nasib qilsa. نشد برای عشق